Samolyotga chiqishdan oldin bir paytlar ko'pchiligimiz bu parvoz xavfsizmi degan savolni o'ylab ko'rganmiz. Ammo shunday aeroportlar bor, u yerga qo'nish faqatgina tajribali uchuvchilarning qo'lidan keladi. Bugun sizlar bilan dunyodagi eng xavfli 5 ta aeroportni ko'rib chiqamiz. Videoni ko'rib o'zingiz guvoh bo'lasiz, bu aeroportlarga qo'nish juda ham qiyin. Ro'yxatimizning 5-o'rinda Karib dengizida joylashgan Saba orolidagi Juanjo Yerauskin aeroporti. Bu aeroportdagi uchish-qo'nish yo'lagi dunyodagi eng qisqa uchish-qo'nish yo'lagi hisoblanadi. Buning uzunligi atiga 400 metr. Tasavvur qiling, samolyot to'xtamasa, u to'g'ridan-to'g'ri dengizga tushib ketishi mumkin. Bu aeroportlarda faqat kichik samolyotlar va tajribali uchuvchilargina qo'na oladi. 4-o'rinda Karib dengizining Saint-Martin orolida joylashgan Prinsessa Juliana aeroporti. Bu aeroportning o'ziga xosligi shundaki, samolyotlar plyajdan atiga bir necha metr balandlikda uchib o'tadi. Plajdagi odamlar uchun bu tomosha, ammo uchuvchilar uchun bu katta sinov. O'zingiz o'ylab ko'ring, sizning ustingizdan og'ir Boeing yoki Airbus uchib o'tsa, nimani his qilardingiz? Uchish-qo'nish yo'lagi plyajdan atiga 20-30 metr balandlikda. Ro'yxatimizning 3-o'rinda Butandagi Paro aeroporti. Bu aeroportga qo'nishni butun dunyo bo'ylab atiga 25 nafar uchuvchi amalga oshirishi mumkin. Chunki bu yerga qo'nish uchun nafaqat mukammal tajriba, balki tog'lar orasida to'g'ri burilish qilish kerak. Paro aeroporti 2400 metr balandlikda joylashgan bo'lib, bu sharoit ob-havo doimiy ravishda o'zgarib turadi. Bu esa parvozni qiyinlashtiradi. 2-o'rinda Portugaliyada joylashgan Cristiano Ronaldo nomidagi Madeira aeroporti. Bu aeroportning uchish-qo'nish yo'lagi to'g'ridan-to'g'ri dengiz ustida joylashgan. Aeroportning yo'lagi tayanch ustunlar bilan ko'tarilgan. Lekin bu hali hammasi emas. Bu yerda doimiy shamollar esadi va ular uchuvchilarni qo'nishida katta muammo tug'diradi. Shu sababli Madeira aeroporti faqatgina mohirona uchuvchilar uchun. Dunyoda xavfliligi bo'yicha 1-o'rinda turadigan aeroport Nepalda joylashgan Lukla aeroporti hisoblanadi. Bu joy Everest tog'iga sayohat qilmoqchi bo'lganlarning yo'li. Ammo bu joyni eslab qolishingizning asosiy sababi dunyoda eng qisqa va eng xavfli qo'nish yo'lagiga ega bo'lgani. Uchish-qo'nish yo'lagining bir uchi to'g'ridan-to'g'ri tog' bilan to'qnashsa, ikkinchi uchi esa jarlikka tushadi. Siz buni faqat birinchi urinishda to'g'ri bajarishingiz kerak. Aks holda xayr. Xo'sh, siz qaysi aeroportga qo'nishni xohlar edingiz? Yoki bu aeroportlarning birortasida bo'lganmisiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ushbu video sizga yoqdi degan umiddamiz. Agar video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni va kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha parvozlaringiz xayrli bo'lsin. Xo'p, qaysi davlatga borsam ekan? Aviaselsda Everestga bilet bor ekanmi?